Avvalambor videoning ustiga bosganingiz uchun katta rahmat. Siz doimgidek qo'rquv olamidasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bugungi videomiz SCP-049 yoki boshqacha qilib aytganda o'lim doktor haqida bo'ladi. Demak, yaxshilab o'rnashib oling, biz boshladik. SCP-049 SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng noodatiy anomaliyalardan biri bo'lib qolmoqda hanuzgacha. Chunki SCP-049 ning aniq bir maqsadi ko'zda tutilmagan. U insonlarni davolashni istashi aniqlangan, lekin biroz ma'nosiz holatda. Chunki SCP-049 davolagan bemorlar qandaydir maxluqlarga aylanib qolishadi. U buni davo deb hisoblaydi. Lekin masala shundaki, u shunchaki kasallikni yo'q qilaman deb o'ylayapti. SCP jamg'armasining tahlillariga ko'ra, u faqatgina oqibatlar bilan kurashyapti, lekin sababni inobatga olmayapti. Lekin tez orada u buni ham o'rganadi. Ayrim taxminlarga ko'ra, SCP-049 oqibatlarni chetga kirib, aynan sababni topmoqchi. Sabab esa insonning o'zida yashiringan bo'lishi mumkin. Shuning uchun SCP jamg'armasi SCP-049 ni hali beri qo'yib yubormoqchi emas. Lekin agar eshitishni istasangiz, SCP-049 haqida bir qo'rqinchli hikoya. Tayyorlaning, biz boshladik. Odatiy kun stol ustida ikki kishi o'tirardi. Biri SCP jamg'armasi doktori, biri SCP-049. Jamg'arma doktori savol berdi. Siz nimani istaysiz? SCP-049 javob berdi. Tuzatishni. Doktor yana savol berdi. Kimni tuzatmoqchisiz? U bemorni dedi. U aytdi, men bemormanmi? Doktor esa javob berdi, ha. Unda sog'lom mavjudot qanday bo'ladi dedi. U mening sog'lom mavjudotlarim juda ko'p deb javob berdi. Ya'ni SCP-049B har xil anomaliyalarga ishora qildi. Doktor yana savol berdi. Siz hammani bemor deb o'ylayapsiz. Lekin hamma ham bemor bo'lishi mumkin emas. Juda ko'pimiz sog'lommiz dedi. SCP-049 esa qandaydir g'alati va tajovuzkorona ohangda kuldi va u dedi, hamma kasal. Doktor, hamma ham kasal emas. Masalan, men sog'lom insonman, ko'ryapman, eshityapman, tafakkur qilyapman. Men butunlay sog'lomman dedi. SCP-049 esa javob berdi. Siz butunlay sog'lommisiz? Qiziq, ehtimol siz o'zingizni sog'lomman deb o'ylayotgandirsiz. Doktor javob berdi, biroz asabiylashgan holda. Yo'q, men butkul sog'lomman. Men kasal emasman dedi. SCP-049 esa kasalxonadagi telbalar o'zini telba deb atamaydi. Siz kasalsiz dedi. Doktorning jahli chiqdi va amaliyotni tugatishga qaror qildi. Lekin biroz g'alati ko'ringandi. Doktor o'rnidan tura olmasdi. Tanasini qandaydir qora suyuqlik qoplab olayotgandek edi. U menga nima bo'lyapti? Meni qo'yib yuboring dedi. SCP-049 esa yo'q, men davolashni boshlab bo'ldim dedi. Doktor qo'rqa boshladi. Nima qilishini bilmasdi. Nihoyat bu qora suyuqlik uni butunlay o'rab oldi. Qolgan doktorlar ichga kirishni emas, aksincha tizimni battar xavfsizlantirishni istashardi. Chunki SCP-049 juda xavfli va uning asli tabiati hali ham aniqlanmagan edi. Ushbu maxluq juda xavfli edi. U juda katta tezlikda harakatlandi va oynani parchalab oldi. Qolgan insonlar ham qimirlay olmay qolishdi. Ularning ham tanasi qorayib borardi. Ular to'xtating, bizni qo'yib yuboring deb qichqirishar edi.